aytib o'tganimdek, bu 3-obyektimiz. Bu obyektimiz juda ham bir ajoyib holatda qurilgan. Ko'rib turganingizda biz hozir bu obyektni hovli qismida turibmiz. Ko'rib turganingizda yer, bu yo'l обязательно zeleный zona, zelený bo'ladi. И buni tagida uyimizda garaj qismi joylangan. Chunki uyimiz ikki tarafdan ko'cha bilan bo'rilganligi uchun bu yoq tarafda отдельно darvoza qilib ketilgan. Ko'rib turganingizda bu yoq ko'cha qismi past bo'lganini hisoblagan, bu yoqni ko'targanmiz и mashina kiradigan xodini podvolga joylashtirganmiz. Turganingizda uyimizning oyna qismlari ham panoramli qilib ishlangan. Katta chiroyli oynalar bo'lib turadi, xudo xolasa. Eshik qismiga ham alohida e'tibor bersanglar, eshigi ham katta fasonda ishlangan. Men xudo xolasa bitganida alohida video qilamiz. Juda ham chiroyli turadi. Uyga kirib kelishimizdan atmosferani ko'ryapsizlar. Bu yerda mehmonxonamiz, bu yerda kuxnyamiz, bu yerda spalniyalarimiz joylashgan. Bu yerda yana katta mehmonxonamiz bor. Bu yerda ikkinchi qavatga chiqib ketadigan va podvol qismi, garaj qismiga tushadigan xodimiz bor. Harakat qilamiz to'liqroq obzor qilib berish uchun, chunki bu yerda hali qurilish ishlarimiz ketyapti. To'liq obzor qilishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Kelganimizda ko'rib turibsizlar, o'ziga yarasha o'tgan xol qismi joylangan. Bu yoq tarafda samozoq, детский xonamiz bor. Bu yoq tarafda yana родительский spalniyalar joylashgan. Yana bitta zalimiz bor. Taraf qismi tupik qismida joylashgan. Uyimiz tupikda turibdi. Bu yoq tarafdan ko'chani ko'rishingiz mumkin. Bu podvol qismimizda shu boya aytganimdek, hovlimizning orqa ko'cha tarafga qaragan qismida mashina tepadan pastga tushib keladi, garaj sifatida foydalanamiz bundan. Mana turgan joyimizdan bemalol hovliga chiqib ketsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam, bu ham hali bitganda yopiladi, zakrit bo'ladi. Mana bular to'g'ri uyimizning podvol qismiga o'tib ketsak, uyimizning podvol qismi to'liq podvol qilingan. Bemalol donashni kinoteatr yoki boshqa maqsadda foydalansa bo'ladi. Hovlimizda ham to'g'ri sotix yer maydoniga joylashgan 2 qavatli podvol bilan desak 3 qavatli desak bo'ladi. Ko'rib turganingizda hammasi pishgan ishdan qurilyapti. Bu obyektni ham to'liq noldan loyihalab dokumentlarigacha bitirib, xudo xolasa topshiramiz.